Premium va statusni his qilish uchun millionlar shart emas. Buning uchun Haval rasmiy diler avtosaloniga tashrif buyurishingiz yetarli bo'ladi. Haval rasmiy dilerida hozirgi kungi xalqga manzur bo'lgan zamonaviy Jolion va H6 crossoverlari mavjud. Bular oddiy crossover emas, modellar zamonaviy dizayn, qulaylik va kundalik foydalanishga mos yechimlarni birlashtiradi. Haval Jolion ergonomik salon, texnologik jihozlar va munosabatli xarakter. Uni oila va kundalik harakat uchun to'g'ri tanlovga aylantiradi. Haval H6 keng salon, barqaror yurish va ishonchli boshqaruv. Uzoq safarlarda ham yuqori darajadagi qulaylikni ta'minlaydi. Kelib test drive'ga yozilib, premium va statusni his qilib keting. Har ikki modelni hozir rasmiy dilerda avtokredit yoki leasing yoki rassrochka orqali xarid qilishingiz mumkin. Taklif faqat yanvar oyining oxirigacha amal qiladi. Avtomobillar soni esa cheklangan. Shoshilib qoling va bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Agarda siz ham Haval Jolion yoki H6 modelini qulay shartlarda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, sizni Haval Sergeli avtosalonidagi mutaxassislar kutib bormoqda. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.